Hammaga salom, sizlar bilan Rich Gaming, Rich Babuk. Bugun hozir sizlar bilan Q8 akkauntini obzor qilamiz. Xo'sh, birinchi nomini yozamiz. Wow. Eng zo'r akkaunt. Уже Zavaga ham chiqibdi. Zava. Samolyot. Yo'q, Q8 akkauntiga kir. O'tkazib olgan shu narsani ko'rdik. Wow, ochib olishim kerak obunachilar. To'xtatib turaman. Va nihoyat hammasini yuklab bo'ldi. Mana Q8 o'zining akkaunti mana uyqu kiyimidagi bo'lsa kerak. Sherigi ham bor ekan. Ikkita chiziqcha nomi. Va qora kiyimda, lekin mana shu qora kiyim ham zo'r. Va mana qo'li ko'k, mana buni qo'li qora, sumkalar, juda ham soch, kiyimlar, oyoq kiyimlar juda ham zo'r. Mana buni qaranglar. Eng zo'rlari-ku. Mana yoqqa Q8, mana ID'si, like 33.650 bitta ekan. Va sizlarga eng yoqadigan narsasi bu Zavaga ham chiqqan ekan. Eng yoqadigan narsasi mana 99. Dunyoda yagona bo'lgan 99. 1405 ta mifik, 4495 ta oddiy nima desam, legendarga 22498 ta oddiysi. Xo'sh, X suitlar 14 ta, prokachka upgrade qilinadiganlar 208 ta, guildlar 52 ta, superkar mashinalar 94 ta. Xo'p. Endi g'aznasini ko'rishimiz kerak-da. Qanaqadir old kiyimlar bo'lsa, mana. Vay, bilin akkauntni. Mana ko'rib turganingizdek Honorga yordam beruvchi X-suit, hamma narsa guild, PDP, hamma narsasi bu mumiyalarni har bir turi bor ekan. Ya'ni orqa fon sariqli mumiyalar. Xo'sh, bu yerda hozircha SPY Family kiyimi bor. Mana bu kiyim ham bor asosiysi. Chotki. Va ana kiyimlar mana bu nima shular nomi, mana shu yerdan boshlab kelgan. Transformerlar kiyimi. Godzilla, короче, oxiriga o'tib ko'ramizmi? O'tolsak. Ya'ni mifik u ana sariq mumiya o'tib ketdi. Oq mumiya hozir mana yoqda ekan. Oq mumiya bor. Hojiski video to'yotni ham oldi. Qanaqa old kiyimlari bor ekan. Hoppi kiyimi bor ekan. Line ikkalasi ham bor ekan. Asosiy line 4 talasi ham bor ekan даже. Hop, qolgani oddiy kiyimlar. Hozircha mana bu kiyim dahshat. Mana shular old kiyimlar. Xo'sh. Yana nimasi bo'lishi mumkin? Blackpinkning kiyimlari ham ko'p ekan, juda ham. Xo'sh. Line'ni yana ikkita bor ekan line. Xo'sh, kechiraveramiz. Men nimani ko'rdim? R2 ning kiyimlari ham bor ekan-a? Deyarli hammasi. Ikkinchi sezon. Mana bu kiyimcha dahshatda ishoninglar. Mana bu kiyimga qara, mana bu zo'r. Vay, bilin. Yana Blackpinkning kiyimlari. Bu yerda S19, S18 sezonlarining ham kiyimlari bor ekan.
Yo, men bu ikkalasi ham bo'ling qizig'i. Dahshat. Iye. Joninglarki, men bitta narsani o'tkazib olmayman. Men bu kiyimlar, men askarni kiyimi. Adashmasam, mana bu kiyimlar. Endi mayli, kaskalarga o'taylik. Menimcha Inferno bor yoki yo'qmi? Afsuski yo'q ekan. Yoki bormi? Xulosa olib boramiz. Boshidagi shu ham kaskami? Va toj. Kaska emas bu. Mana bu kaskacha ham bor ekan. Zo'r kaska bu ham. Infernoga o'xshashi bor ekan mana. Короче, Infernoni topolmayapmiz. Inferno yo'q ekan eng qizig'i. Hozir Godzilla'niki ham bor. Inferno yo'q, Reykini ham bor ekan. Bosh kiyimlar. Bosh kiyimlar ham juda zo'r. Xo'sh, sochlar bor ekan, juda ham ko'p. Mana bu sochlarni zo'r, menga yoqadi. Bosh kiyimlar uncha e'tibor bermaymiz. Shuning uchun ma'qul. Vay, dahshat. Boshida zo'r ekan. Maska. Eng zo'r maskalar menimcha shunda. Ikkinchi sezon maskasi bormi-kan? U menimcha mifik emas edi-yu. Короче, dahshat maskalar. Shutni maskasi, keyin mana bu maska, Vторжениyaning maskasi. Xo'sh, ikkinchi sezonni maskasi hozircha topolganim yo'q. Ikkinchi sezonning maskasi bormi? Bunda ko'rish kerak. Inferno. Wow, mana bu maska ham bor ekan. Mana ikkinchi sezonning maskasi. Qanday yo'q bo'lsin bu bechora. Dahshat, qoyil. Xo'sh, bu kiyimlar. Mana bu kiyim bor ekan ikkalasi ham. Kurtka ham bor dazi. Buni boyagi bosh kiyim shlemlarda bor edi, o'g'illarnikiga o'xshagan. Mana bu kiyim bor, mana bu bor. Men o'zimda ham bor bu. Normal shu. Sumkadan rasmga o'xshagan sumka. Mana. Rasmga o'xshagan sumkada bolalar. Вообще zo'r. Xullas, men taqolgan sumka-yu. Menda ham bor sumka. Xullas, shimlarga o'ta. To'xtanglar, biz bitta narsani o'tib bordik. Brigadka bormi-kan? Brigadka. Xo'sh, brigadka hammani ko'zda brigadkada bo'lsa, men topolmay o'tib ketib qolishim mumkin. Xo'sh, brigadka. Ko'rganim yo'q brigadkani, obunachilar. Brigadka. Mana brigadka. Bor ekan bu akkauntda. Normalniy. Kapitan Setni tepasi kerak bizga, obunachilar. Hozircha topolganim yo'q Kapitan Setni tepasini. Mana bor ekan. Kapitan Setni ham tepasi. Chotki. Endi pasini topaylik-da. Kapitan Setni pasini topaylik. Xo'sh, Kapitan Setni pasi mana. Kapitan Setni pasi dahshat turadi-da, obunachilar. Shuning uchun sizga ko'rsatdim. Oyoq kiyimi ham bo'lishi kerak Kapitan Setni. Mana bu krossovka. Bir seti krossovka. Rockstar yulduzli krossovka. Xo'sh, chekada bo'ladimi? Uyi kam ekani. Brigadkani pasini topolmayapman. Mana buni. Yo'q. Videoni necha minut bo'lib ketdi? 9 minut bo'libdi. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda ham mana nima ko'rmisizlar? Mana Kapitan Setni pasi.
Chotki yo'q, chotki. Xo'sh, bular endi unchalik kerakli narsa emas. Transport, superkarlar tez-tez ko'rsatib o'taman. Obunachilar videomiz yetib qopti. Svedan. Wow, superkarlar. Mana bu superkarlar. Bu superkarlar, Bugatti. Hammasi chotki sedanga. Endi avtobus, mana bunga ham skin, bunga ham. O'tga ham hattoki bir mifik skin bor ekan. Hattoki mana bunga ham kuchaytiriladigan skin bor ekan. Bunga bor, bunga ishoy bo'lish kerak Tesla. Chayka, buga nima baggiga. Baggiga uni ham chiqdi, nima superkar. Короче, olganmikanlar mana buni. Men uni ko'rmadim, lekin chiqqanini eshitgandim. Mana Sonic superkari. Mana shu superkar dahshatda qaranglar, asal turadi. Va bu nomi to'g'ri bilmayman, lekin bunga ham skin bor ekan. Bu azlariga jipga o'xshagan skin bo'lsa kerak. Oq. Qanaqa skin bu? Qanaqa skin? Vau! Men simbasligi ko'rmayapman. Yoki tepasi ochiq ham bor ekan. Kemalar dekoratsiya. Bigfoot qani? Bigfoot yo'q. Qurollar. Akmga skinlar eng yaxshilari. Scarl, M16, M416 ga har bitta eng zo'r skin bo'lsa kerak. Hattoki shudlednik hamma skin bor bunda. Va Grazaga skin, Aukga skin, M262 ga skin. Qabizga skin M262 ga ko'rsak, MK47 ga G36 va Muskarishlarga M24 ga ham ko'rsataylik. Avval hammasi bor. Velosiped trenini ko'rsatib o'tamiz. 12 minut bo'ldi videomiz. Mana deyarli hammasi Yumpiga ham. Yumpiga oy dahshat skinlar. P90 ga ham hattoki kelkatli skin. Dika. Bular ham bor, 100% borligi biz. M14 PTP'ga ham, MJ3 ga ham dahshat skinlar. PT qurolchilarga bular normalniy. To'g'ri ham hattoki dahshat skinlar bor bunga. Bunga bor va bunga ham hattoki bitta manonchaga ham bor ekan. Voy, xullas obunachilar sizlar bilan Rich Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Rich Gaming bo'ldi.